Biznesmen va tadbirkor akalarimiz uchun ajoyib taklif. Biznesingizni yoki bo'lmasam cho'ntagingizni do'mbaytirmoqchimisiz? Akajon, sizga Jack Motors avtosalonidan yangi yetib kelgan Jack Sunray avtomobillarini va Jack M3 M4 avtomobillarini barchasini Muhdim bilan birgalikda berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Muhdim, charchamayapsizmi? Rahmat. Voy, boy bo'laman degan insonni shu mashinadan olishsin deyapsizmi? Albatta. Assalomu alaykum qadrli avtosalon obunachilari. Sizlar bilan bugungi obzorimizda Jack Sunray hamda katta assortimentdagi Jack mashinalari haqida gaplashamiz. Turizmni rivojlantiraman degan, hamda liniyaga qo'yaman, soqqaga uraman degan akalarimiz uchun Jack Sunray narx-navishida tayyor. Ko'rishlaringiz mumkin. Hozir bu bitta keldi sirasi sotildi, Muhdim. Uji sotildi aka. Uji sotildi. Bu avtomashina o'zi sirasi sotildi. Nima uchun? Chunki 16 kishilik. 16 kishilik avtomobil. 4 donaga zakaz olib qo'yilgan sirasi ketadi ular, birin-ketin. Hammasi sotilib ketadi sirasi. Biroz, 4 donaga yana zakaz olindi uji sirasi. Muhdim bularni yili necha bo'lib chiqadi? 25 xudo xolasa. 2025 bo'lib chiqadi. Kaltini bosib qo'yasizmi? Hozir ham ochiqdi, bir pastda bekilib qolibdi akalar. Xo'p, saloniga chiqqaningizda birinchi o'rinda ana men ko'rsataman. Meni bo'yim 1.69, shunaqa 1.68 atrofida. Bemalol boshim tegmadi. 16 kishilik avtomashina, e'tibor bersanglar, hamma o'rindiqlari shopirdan tortib turib passajir o'rindiqlarigacha do'stlar kapitanskiy sidina bo'ladi. Отдельно. Xo'p, bu 6 boshli korobka bo'lar ekan-a? Mashinamizni ko'pchilik klientlarimiz o'zi oldindan biladi. Unaqa katta o'zgarish bo'lmagan. Hozir passajirlar soni qisqargan hamda yakka ballonga o'tgan O'zbekiston standartiga javob berishdi. Ha, O'zbekiston standartiga 100% javob beradi. Javob beradi. Multimedia rul ko'rib turibsizlar. Konditsioner, pechka, magnitofon, sensorli monitorlarda chiqqan. Xo'p, korobkamiz 6 pog'onali mexanika korobka bo'ladi. Steklopodъемный elektronnik, klimat upravleniyalari orqada passajirlar uchun ham mavjud. Ha, отдельно har bitta odamga. Bunaqa katta mashinada yurganda, ko'pchilik yurganda nafas qaytib ketadi-yu, bilasizlar. Bu avtomashinada bo'lmaydi. Har bitta o'rindiqlarning tepasida konditsioner sistemasi. Kengligini aytmaysizmi akajon? Bu joyda pardalargacha bor. Yo, atrof ko'rgingiz kelmaydi, aka. Bemalol pardasini tortib qo'ysangiz bo'laveradi. Xo'p. Narxi necha pul turadi buni, Xuddi? Narxi 397 million so'm. Ham hozirda bu mashinamizni naqdga hamda avtokreditga xarid qilsa ham bo'ladi. Boshlang'ich to'lov bemalol 30% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha. 30% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha olib chiqib ketsa bo'ladi. Voy, bo'lmasam gap yo'q. Lekin mashina voshi yurish uchun boru. Akalar juda ham keng ishlangan avtomobil. Eng oxirgi o'rindiqlarga ham boraylik. Bemalol mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda 4 kishilik bo'lar ekan. Eng oxirdagi mijozda o'ylantida, klimat kontroli dajimasiga olib kelib qo'yilgan. Endi liniyachi akalarimizga savol tug'ilishi mumkin. Hozir 15 talik bo'lib qopti. Ozgina anaqa bo'ladi, passajirlar soni kamayib qoladi deganlarga. Biz o'zi eskidan, misol o'zim ham hattoki kattaroq liniyali mashinaga chiqqanimizda taburetkada kimdir quchog'ida o'tirib katta bo'lganimizda xuddi shunday bo'lib keladi. Taburetkalar qo'yadi 1, 2, 3, 4 eplasa mana bu qo'ysa, o'zi yana eski holiga qaytadi. Yana 21 kishi bemalol sig'dira oladi. 21 kishini bemalol sig'dirsa bo'ladi. Lekin zo'r ishlab qo'yibdi, gap yo'q. Eshiklar ochilib yopilishlari chotki. Xudo xolasa komfort bo'yicha mashinamiz ideal darajada. Javob qildirib qo'ymaydi. Yo'q, aslo. Buni motorini ham bitta ko'rsak bo'ladimi? Motorini albatta ko'rsak bo'ladi. Dizaynda akalar juda ham chiroyli ishlangan va podveskalari anchagina baland. Do'stlar ko'rayotgan bo'lsangiz mana. Xo'p, 16 kishilik bo'lsa, B kategoriya bilan foydalansa bo'ladi-da, to'g'rimi? Nima deysiz? B kategoriya bilan haydashsa bo'ladi-da, to'g'rimi? B emas, D kategoriya bilan. D urishadi. Xuddi shunday. Ano Amerikanki Optra deyishadi-yu. Buni ham Optrasi o'zi bilan ekan-da, do'stlar. Tak. Xo'p, bu 2 turbomi? 2 turbo bo'ladi. Xo'p. 2 litrli turbina dvigatel. 190 newton ot kuchi, rasxodlari 8,5 ta. Metan, propan bemalol uстановka bo'ladi. Metan, propan o'rnatsa bo'ladi. Zo'r. Bundan tashqari do'stlar, Jack M3 M4 avtomobillari ham avtosalonda navbatchida tayyor sotuvda. Bemalol bularni avtosalonga kelib turib, Farg'onada joylashgan Jack Motors filialiga kelib xarid qilib chiqib ketsangiz bo'ladi. 2025 kuzov hammasi. Akalar 2025-yil, 26 hali ko'p avtosalonlarga yetib kelgani yo'q.
Bu M3 bo'ladi, mexanika pozitsiyasi do'stlar 5 talik korobka bo'ladi. Bunda ham ko'rayotgan bo'lsangiz motor, заводской deflektor va e'tibor berayotgan bo'lsangiz taglari linoleum holatda bo'ladi do'stlar. Bu nechtalik? 8 talikmi? 9 kishini bemalol sig'dira oladi. Bir kategoriya bilan haydaslar ham bo'ladi. Xo'p, mashinamiz 108 atmosferniy motor, 134 ot kuchi, rasxodi 8 ta shahar ichida. Shahar tashqarisidan yo'lga 7 ta 6,5 tagacha minimal 6,5 tagacha rasxod qiladi. Salonda rul upravleniyasi, siden upravleniyasi, konditsioner, pechka hamda Android monitor bilan jihozlangan. Ana shunday. Xo'p, necha pul sotyapmiz buni? Moddim? Bu 215 million 460 ming so'm turadi. 215 million 460 ming Xuddi so'm. shunday. Ana shunday. Xo'p. Moddim bitta chiqib ko'rasizmi ichiga? Nima chiqsam uyushtirilgan bo'lib qolmasin? Отдельно bitta o'tirib ko'ringchi. Xo'p. Bo'lim salkam 170. Kengligini ko'rib turibsizlar. Joyoqlarni tekkani yo'q. 9 ta odam bemalol keta oladi, ya'ni pasajirdan tashqari 8 ta. Xo'p, klientlarimiz uchun mana oxirgi qatorga ham o'tib ko'ryapman. Oxirgi qatorda ham hech qanday noqulaylik bo'lgani yo'q. Ana bemalol ketadi. 3 ta odam, 3 ta odam qadar olgan. Pastakanchiklarda muammo yo'q. U tomondan ham, bu tomondan ham bor. Xo'p, ko'rib turibsizlar, USB portlar qurilmalari hamda fortchkalari bor. Fortchkalarcha bor. Xo'p. Yana ma'lumot o'rnida aytib o'taman, klimat upravleniyani ko'ringlar, bitta baho beringlar. Orqadagi passajirlar uchun отдельный ishlangan. Orqadagilar ham odamligini his qiladi. Конечно, aka. Albatta, akalar klimat kontrolini zona qo'yib ketilgan. Voy. Mana akalar ko'rib olsanglar, bosib olsanglar bo'ladi. Va bu yoq tomonda jak avtomashinalarning furgonli variantlari ham bor. Do'stlar ko'rayotgan bo'lsanglar, xo'p. Bularimizni 2 xil pozitsiyasi bor, ha? Yo'q, bizda 3 xil. Bartavoy, tentovka hamda promtovarniy. Bartavoylarimiz yo'lga chiqqan, treylerda son chegaralanmagan уже keladi. Bizda hozir naqd naqshda tayyori tentovka hamda promtovarniy. Bularga 4 xil to'lov mavjud, ya'ni kreditga, halol nasiyaga, keyin uzr 3 xil. Rassrochkaga xarid qilsalar ham bo'ladi. Rassrochkaga amalasi bo'ladi. Xo'p, bonusiga 16 million 800 ming so'm skidka bilan hamda bitta 65 talik 4-paketli propan bizdan bo'ladi. Faqat Jak X200 lar ham yoki bularga ham bormi? Aynan Jak X200 da promtovarniy modeliga. Ana shunday. Xo'p, ikkalasining o'rtasida qancha farq razniца bo'ladi? Raznicasi, xo'p, bu 238 million so'm turadi. Bunisi 258 million so'm. Bartavoy narxiga qiziqqanlarga Bartavoyimiz 231 million so'm turadi. 231 million so'm turadi. Xuddi shunday. Xo'p, faqatgina kuzovida farqi bor, salonlari hamma yo'g'i bir xil. Motor, salon, общий hammasi bir xil, faqat orqa bort qismida farq qiladi. Biri promtovar, biri tentovka turibdi. Shu ramalargacha bir xil. Balon razmerlari-yu hammasi bir xil. Xo'p, ko'rishlar mumkin. Ana shunday. Xohlagan insonlar uchun ozgincha arzonroq, ozgincha qimmatroq variantlarda xarid qilib olsanglar bo'ladi. Akalar, nechta yukka mo'ljallangan? Xo'p, bort bartavoylarimizga yozilgan 280 kg yozilgan. Biz 2,5 tonnagacha garantiya beramiz. Motor, korobka, zatniy moska 3 yil probeg, 3 yil yoki 100 ming probeggacha garantiya beriladi. Zapchastlardan umuman muammo yo'q. Servislarimiz bor. Bemalol kelasiz. Bitta kofe ichib, ozgina kutasizlar, diagnostikani qo'yib, chiroyli qilib ishlantirib beramiz. Haligi zapchastdan muammosi yo'q. Zapchast primoy Xitoyda o'zidan, zavoddan original zapchast yetib keladi. Ana shunday. Xo'p, avtosalonning ichiga kirib, endi do'stlar, yo'l joyida ham ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma rangidan bor. Bu metallika rangi, oq rangi, qora ranglari sotuvda tayyor. Xo'p. M3 boya tashqarida gaplashdik. M4 so'ragan akalarimiz uchun bor. Narxlanishi tayyor, seri, oq hamda qora ranglari tayyor. Bu mashinamizga keladigan bo'lsa, bu mashinamiz M3 ga nisbatan komfortliroq, ya'ni narxida ozgincha farq qiladi. 243 million so'm turadi. Bitta ko'rsatib o'ring kelishini. Xo'p. Mana sizlarga akalar mexanika pozitsiyasi. Buni avtomatlari ham bor-a? Buni avtomatlari hozirda chiqish to'xtatilgan, lekin mexanikalari bor. Shu Euro 5 standart 5 talik mexanika korobka, ko'ryapsizlar, rul upravleniyasi, siden upravleniyasi, konditsioner hamda Android monitorlar, kablolari shu elektron rasxodlarni ko'rsatib turadi. Sidenlarning upravleniyasiga e'tibor beringlar. Bu yerda barlar ham joylashgan. Ko'rish mumkin. Pastakanchiklar. Xo'p,
USB portlash, periklitor bu endi bu yerda ya'ni nimadir kichkina narsa qo'ysa bo'ladi. Tushunarli. Xo'p. Xo'p, narxi necha pul turadi buni Muhiddin? Narxi 243 million 160 ming so'm turadi. Ko'rib turibsizlar, salon polностью кожаный qilingan. Bu M3 ga nisbatan ozgina komfortli. Xo'p. Chiqish har doim. Ichlarini ham bitta ko'rsatamizmi? Gabarit jihatdan bu mashinamiz M3 ga nisbatan ozgincha katta, ya'ni bo'yi ham, uzunligi hamda kengligi ham. Ha, bu Ko'rib turibsizlar, sidenalar ham ancha shu yumshoq sidenalar qo'yilgan. Oxiriga chiqib bemalol ko'rsatib ham beraveraman. Divan sidina bo'lar ekan bu ham, ha? Aka, buni yumshoqligini aytmasam, как спальный. Komfortli ko'rsalaring, bunda ham xuddi shunday pastdagiliklar bor. Bunda audio sistemalari mana qo'yilgan. Oxirgi odam uchun fortichka hamda USB portlash, 12 volt bu ham bor. Hamda pastdakanchiklar. Oxirgi odamga pipinisi ham qo'yib qo'yishdi. Voy gap yo'q. Klimat upravleniya bunda mana sensorni ko'rib turibsizlar. Tak, yo'q, adashib biz knopочный ekan, qo'yilgan. Akalar bu Endi ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bularga рассрочка bormi? Muhiddin? Bularga afsuski hozirgi kunda рассрочкamiz yo'q, lekin bu sirasi xabari beriladi. Motorlarni ham ko'rishlar ham mumkin. Mana. Xo'p, 2 atmosferniy motor bilan jihozlangan. Xo'p, rasxodlari 8,5 ta metan propan bemalol so'nqi hissalar ham bo'ladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib, motorimiz Jupiter Premium bo'ladi. ana shunday. Temushlarga sepli bo'ladi. Xo'p, nechta rasxod qiladi? Rasxodi shu 8,5 ta mumkin. 8,5 ta. Minimalni o'sha 7,5 tagacha, 7 tagacha rasxod qiladi. Bu ham endi passajirlar yuklari bilan 9 ta. 8-9 ta desa bo'ladi, sredniy olib aytganda. Xo'p, bir kunda olib chiqib ketsa bo'ladi. Xudo xolasa 2 soat yoki 3 soat. 2-3 soat. Maksimalni 3-4 soatgacha mashinani bemalol kaltini qo'liga tutib qo'yamiz klientlarimiz. Bonuslarga ham xudo xolasa shotga qilib beriladi. Bularga ham bir propan, nimalarni bonus qilib beramizmi? Bularga lekin hozircha propanlar so'mga qilib beramiz, lekin bir qator Evaco original polik ayrim modellarga, aynan bularga emas, ayrim modellarga 20 ta benzin ham qilib beriladi. 20 ta Jack Motors nomidan quyib ham beriladi. Jack Motors avtosalonda barchani kutib qolamiz. Muhiddin, sizga Azizxon aka, katta rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan menejer Muhiddin bo'ldi.